Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar, hammalaringga xayrli tong. 14-aprelda turibmiz mana. 14-aprelda turibmiz. Bugun men bir narsaga anrog'i qoyil qoldim. Aka, necha kilometrda bosib keldingiz? Akamiz video qilmay qo'ying. Necha kilometrda bosib keldingiz? Qancha? 750. Akamiz video qilmay qo'ying men bilan. Yoshlar kattaroq ekan, lekin bir narsaga qoyil qoldim men. Lakasan urgan videolarni ko'rsataman. Telefoningizni bering menga aka. Akam uni ko'rsating. Mana do'stlar, hozir telefonlarni olib, nomerimni saqlanib qilib, men bir narsani buni qo'yishimdan maqsad akamizga qoyil qoldim. Sababi birinchi marta kelishlari Qashqadaryodan keldilar. 750 kilometrda bosib ketdilar va akadan bitta video qilay dedim. Mana shunday telefoni bor insonlarga men 50% skidka qilib beraman. Gap. Faqat Qashqadaryolik bo'lsa akamizni hurmatlarini. U insonlar o'zini ham hurmati bor, lekin mana shunday telefoni bo'lsa gap so'z yo'q. Xolasa kelsin, xolasa shunday aloqa chiqsin qilib bermagan o'g'il bola, gap so'z yo'q. Men qoyil qoldim. Hozir men ko'rib turib shokdaman-da, chunki bu narsa video, bu telefonlar hozir lakassa bilan qanday yurasiz deb akamga aytsam, meni xarita meni o'zimga miyamda deyaptilar-da. Bu kichik narsa emas do'stlar. Men qoyil qolayotganim shu. Xo'p, ishga qaytadigan bo'lsa akamizga 150lik 3 qo'rqali bagajni usulini zo'ridan qo'yib berdik. Gap so'z yo'q, ustamiz qatiryaptilar hozir mana. Bagajiga bir zapravkada ko'rib qolgan ekanlar akamiz. Biz endi Instagramdan kuzatib keldilar deydigan bo'lsa, mana Zormozada Instagramdan kuzatib bo'lmaydi. Men hozir buni nomerlarini ko'ra olmayapman-da. Endi biz men bunaqa bema'nilarga o'rganib ketganmiz. O'zi aslida miyani tinchlantiradigan narsa shu. Bunda har xil narsalarga chalg'iyapmiz, boshqa. Xo'p, do'stlar, gap. Qashqadaryolik akalarimiz aloqaga chiqinglar, gap so'z yo'q. Menga bitta mana telefonim. Faqatgina chesniy bo'lsin deganlarga qilib beraman. Amalang bilan avtobagaz bizni kuzatib borishni o'ping va obuna bo'lib qo'yishga unutmang. Sababi sizlar uchun qo'yamiz bu videolarni. Salomat bo'linglar.